Assalomu alaykum. Ko'rib turganingiz Bor Gap Podcast YouTube kanali. Futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Kanalga obuna bo'ling, like bosing, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Barselona El Clasico'da g'olib bo'lib, 29 karra La Liga chempioniga aylandi. 18 yoshli Lamine Yamal Ronaldodan La Liga chempionligi borasida o'zib ketdi. Hozirgi kunda aniq ko'rinib turibdiki, Lamine Yamal endi Cristiano Ronaldodan ko'proq La Liga chempionligiga ega. Lamine Yamal joriy mavsumda va o'tgan mavsumlarda jami 4 mavsum 3 ta chempionlik, Cristiano Ronaldo esa jami 9 ta mavsumda atiga 2 marta chempionlikni qo'lga kiritgan. Cristiano ketgandan keyin Realga ancha qiyin bo'layotgani ko'rinib turibdi. Real Madrid so'nggi 18 mavsumda La Ligani atiga 5 marta yutgan. Real so'nggi 5 ta sovrinni o'rtaga tikilgan finallarni Barselonaga boy berib qo'ydi. Bular Ispaniya Superkubogi 2025, Ispaniya Kubogi 2025, La Liga 2024-2025, Ispaniya Superkubogi 2026 va La Liga 2025 hamda 2026-yillar oralig'ida. Barselona hozir Real Madridning barcha davrdagi umumiy sovrinlar sonidan atiga 4 ta sovrin orqada qolmoqda xolos. Bunga siz qanday fikrdasiz? Fikringizni kommentariyada kutib qolamiz va bizni kuzatishda davom eting.